Telegramda yangilik, endi hikoyalarni yuklab olish imkoniyati bor. Agar sizda premium obunasi bo'lmasa ham, buning uchun o'zimizga yaqin bir insonni profiliga kirganimizda shuni mana hikoya joylagan, shu hikoyasini bu yerini bossak, mana nusxa olish deb chiqadi, havolada nusxa olish. Shu yerdan havolasidan nusxa olamiz va chiqamiz. Botimizga tashlaymiz, mana shu botga. Shuni ustiga bosamiz. Mana ko'rganinglardek rasmlar bormi, videolar bormi, hammasini yuklab beradi. Yana bitta ko'rsataman. Bularda ham video emas ekan. Yaqin. Qiz onani yuragini bir parchasi. Yurak Havoladan olamiz. yana bir bor yeng. Endi shu botimizga tashlaymiz. Mana bizga yuklab berdi mana. Bu botimizning havolasi mana. Video save pro bot. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.